Örgülaylar Cobalt zo'rini topib qo'ydim, buni qaranglar. Hozir obzorini ko'rsatib beraman sizlarga, kelinglar. Cobaltmisan, Cobalt. Assalomu alaykum hammaga. Cobaltchamiz 24-yil, Malibu barla qo'yilgan, start stoplar qilingan, media rullar qilingan, orqa bagajlari ochiladigan qilingan. Mashinamiz 5-6 oylik tonirovka ruxsatlari bilan turibdi-da va chisti dehqondan. Mashinchaning tashqarisini obzorini qilib o'taman. Mashinamizga pisochniy faralar qo'yilgan, 4-pokoleniya metan qo'yilgan. Tonirovkalarning ruxsati 5-6 oy bor. Yumshoq balolarni aytib o'tdim. Oldin ablitsovkalari Malibu qilingan. Endi narxiga kelayotgan bo'lsak, narxini aka bera keling endi. Qo'shimchamiz narxini necha pul qilib beramiz? 2000 kalam ayting. 12 ming balandida. 12 ming emas, narxini kelishtirib ayting, sizdan olgan odam ham baraka topsin. 11700. 11700 ham balandida, 11700 ga ham baland kelishtirib ayting, dehqonlarimiz bir maza qilsin olib. Partiklar uchun 11,5. O'rgilaylar, yana bir marta aytaman, mashina tayyor, hamma xarajatlari qilingan, 1 so'mlik xarajat yo'q. Kelasiz, olasiz, minib ketasiz sizdan tayyorgina. Mana obunachilarim o'tidan kelganlar uchun yana barakasiga tushib beralar ekan. O'zlari nomerlarini pastga qo'yamiz, o'zlariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib olaveringlar.